أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي dinning salomat bo'lishi degan nima? Ha? Deganda biz davomli duolarimizni shuna duo qilamiz ana. Allohumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina deb duo qilamiz. Ey Alloh, bizga bizning ishimizni qo'g'dab turadigan, ha? Butkul ishlarimizning qo'g'dug'uchisi bo'lgan bizning bu dinimizni bizga isloh qilib bergin. Her qanday ishimizni qo'g'dug'uchi muhofazat qilib turadigan dinimiz bizningki. Bu dinimizni bizga isloh qilib bergin deb duo qilamiz u. Ha? Dinning salomat bo'lishi degan nima? Deganda olimlar deganki, dinning salomat bo'lishi 3 maqom, 3 o'rinda bo'ldi dedi. 3 xil o'rinda bo'ldi. Birinchisi maqomus shari'a, maqomut tariqa, maqomul haqiqa dedi. Shariat maqomida salomat bo'lish, tariqat maqomida salomat bo'lish, haqiqat maqomida sadoqat bo'lish dedi. Buni sharhlaymiz. Shariat maqomida salomat bo'lish degan nima desa, Alloh subhanahu va taolo sening aqlingni shariat maqomida salomat qilgan bo'lsa, sening aqlingni bid'atlardan, shubhilardan, shak shubhilardan sening aqlingni poklaydi. Aqlingni salomat qildi Alloh subhanahu va taolo. Qalbingni havoyi havasdan, shahvatlardan qalbingni pok qildi, qalbingni salomat qildi dedi. Hergiz aqlinga bid'atlar, shak shubhilik, xato fikrlar, buzuq aqidalar aqlinga kirmaydi. Buningdan fasid aqidalardan Alloh subhanahu va taolo seni buningdan saqlaydi. Qalbingni shak shahvatlarga erishishdan saqlaydi Alloh subhanahu va taolo. Ammo tariqat maqomida saqlagan bo'lsa shu, ya'ni Alloh subhanahu va taolo u insonning, u mu'minning aqlini qanday qildi? Shahvatlarining ustiga amir qilib qo'ydi dedi. Havoyi havaslarining shahvatlarining ustiga amir qildi aqlini. Hargiz uning shahvatlari qanday qildi? U insonni boshlab havoyi havas naga boshsa shu yerga so'rab ketolmaydi. Shahvati qo'mondonlik qilolmaydi. Balki aqlini qo'mondon qilib qo'ydi. Aqlini qo'mondon. Aqli uni kontrol qilib, g'azablanganda bo'lsin, ko'ngli bir narsa shahvatlarga tatqanda bo'lsin, hammasini kontrol qilib to'g'ri yo'lda ma'nolaydigan bo'ldi. Hargiz ularga asir tushib qolmaydi. Asir tushib qolmaydi. Xo'sh, endi maqomul haqiqatda salomat bo'lish, ya'ni haqiqat maqomida salomat qilish degan nima? Deyapti. Bu salomatlikka erishgan kishi Alloh subhanahu va taoladan boshqa hech bir narsaga iltifot qilmaydi. Hayotida har qanday o'rinda, har qanday vaqtda Allohdan boshqa hech bir tarafga iltifot qilmaydi. Hech bir tarafga nazar solmaydi. Mana bu haqiqat maqomidagi salomat qilish. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shunday deydi-ki, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi va yadihi. Musulmon degan qanday kishi desa, musulmon degan musulmonlar uning tilidan va qo'lidan salomat qolgan kishi musulmon dedi. Haqiqiy musulmon. Musulmonlar uning tilidan va qo'lidan salomat qolgan, hech birisi aziyat ko'rmagan, yo tilidan aziyat ko'rmagan, yo qo'lidan aziyat ko'rmagan kishi musulmon dedi. Shun ba'zi ulamolar deganki, kayfa yaslamun nasu min lisanihi va yadihi va huwa lam yaslam min nafsihi fa huwa asiru nafsihi va asiru shahawatihi. Ya Rabbi, nima degan go'zal so'z ya. İnsanlar başqa kishilar qandaqmi uning tili va qo'lidan salomat qolsinki, vaholanki u inson o'zining nafsining qo'li, o'zining nafsidan da salomat qolmoqlik. Nafsidan da qutlanmoqlik. U o'zining shahvatining, o'zining nafsining asiri bo'lib qolgan, shuningga asir tushib qolgan, shuningga qul bo'lib qolgan kishidan qandaqmi boshqa kishilar salomat qolsin?
qandaqmi boshqa insonlar uning tili va qo'lidan salomat qolsin degan ekan. Haqiqatan to'g'ri gap. Yana bu yerda texinbek inchik to'xtaladigan bir ogohlantirib qo'yadigan narsa nima desa, har bir musulmon bu dinning bo'libmi musulmonlar oz rayonda yashayotgan qadrli qarindoshlar. G'arb dunyosida musulmonlar oz bo'lgan yerda yashayotgan musulmon qarindoshlarimiz texinbek diqqat qilishga kerak bo'lgan bir nuqta borki, Aşağıda yaşayotgan her bir musulmon bu dinning temsilchisi, bu dinning elchisi hisoblanadi qadrli qarindoshlar. Rasulullohning boshqa hadislari va qadrli. Hargiz biz taraf shu musulmon taraf uning keltirgan, uning qilgan xatoligi, uning sodir qilgan gunohlari hammasi islomga keltiradigan, islomni bir haqoratlashga sabab bo'lib qoldi qadrli qarindoshlar. Buningdan hazir aylashimiz kerak. Bugun qarindoshlarimiz ichidagi bir musulmonlarning o'ttirisida, musulmonlar bir xatolik, bir gunoh, bir ish yuz berib qolib qolsa, birisini urib silish, tillab silish yoki haqqini elib olish, bundaq bu ish bo'lib qolsa, bu musulmonlar o'zarasida bo'lsa, shu palani shunday qildi, menga zulm qildi, u bu deb shunday buning bilan cheklanib qoldi, buning bilan tugaydi deb. Palani deb herkes İslam'a o'tmaydi. Ammo shu diyorda, shu yerda musulmonlar oz sonliq bo'lib yashayotgan yerda musulmonlardan ana shunday islomga zid bir amallar sodir bo'lmoqda. Qarab, jinoyatni qilgan, xatolikni qilgan odam bir yerda qilib, bütün musulmonlarga islomga haqorat keltiradigan, islomga haqorat keltirishga ishga echib beradigan gap. Har bir musulmon islomning elchisi qadrli qarindoshlar, islomning elchisi. Hergiz bizning shuning uchun butkul yurishtirishimiz, so'z harakatlarimiz, muomalarimizni nihoyat diqqat qilishimiz, islomning axloqini namoyon qilishimiz, go'zalligini namoyon qilishimiz kerakki, hergiz bizning qilgan shu bir ikkita ishimiz sabablik islom haqoratga qolmasligi. Bu buyuk islomimiz haqoratga qolmasligi kerak qadrli qarindoshlar. Chunki ular hergiz palon deb deydiganlar nihoyat oz. Bevasolatda musulmonlar islom degan shundoq mana, musulmon degan shundoq deb o'zimizning diniga, islomimizga, musulmonlarga bir haqorat keltirilishga sabab bo'lgan bundan ahvol hargiz bo'lmasligi kerak qadrli qarindoshlar. Buni ona diqqat qilishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo bizni o'zining eng to'g'ri yo'liga ergashgan, dunyo va oxiratda, dunyoda ham hech bir maxluqqa, hech bir kishiga azor bermaydigan Allohning dushmanlari xorij, shundoq taqvodor, salomat, qalblarimiz salomat, amallarimiz hamma gunohlardan, jinoyatlardan salomat bo'lgan, e'tiqodlarimiz salomat bo'lgan, tushunchalarimiz salomat bo'lgan, eng to'g'ri yo'lda mangan ana shu baxtlik mu'min bandalarning qilishini Robbimizdan tuvanchilik bilan tilaymiz. أنا العبد الذي